Qarshili kelindan alangali salomlar deb shu o'ylab qoldim. Qarshili kelin emas, uborgachi qiz deb yo uborgachi ayol deb nomimni o'zgartirsammi deb. Ko'rib turganinglar, bu yangi uyimiz. O'sha kungi yig'ishtirib bo'ldim degan uyga yana narsalar kelgan. Qaynonamnikidan aytgandim, ularni joylaganim yo'q deb. Ularni joylashni boshladim, chunki bitta kirlarni yuvib joylayapman. Chunki necha yillardan beri Moskvada yurganimizda narsa jo'natib o'rganmiz. Turgan kiyimlar xillanadi, rangiga urarkan bir-biriga qanaqadir. Shunaqa qilib narsalarni bitta yuvib joylayapmiz. Bu o'rtada biz bolajonlarimiz ham bizga yordam beryapti. Bir ikkita juda tozakorlar yozibdi menga. Shkafini непорядный, вообще nima deydi, bardak deb. Sizlarning ko'zingizga shu yoqdan bardak bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin men bularni bitta taxlab chiqqanman-da. Keyin o'sha shkafi juda porядочный turadiganlarga savolimda, sizlarning bolanglar shkafinglarni titmay